Ne bolat baylık kolumda, bara jatan ömür yolunda. Kanday gana sunal bolbosun, ve gün böylük ede jogunda. Bire cüret düğüne çaçalbay, bire cüret anı tabal. Maşallah. Assalomu alaykum O'zbegim otlar YouTube kanal kuzatuvchilar, akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Namangan Uchqurxonlar Ulug'bek akamdan bo'ladi akalar, xudo xolasa. Shu ekranda ko'rib turgan otlarning sotuvga chiqariladi. Video bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursa, xudo xolasa Ulug'bek akamda o'zidan otni ma'lumotini to'liq olib beraman akalar. Yoshi, bo'yi, zoti, hamma yo'q haqida. Hech jonivor. Ko'z tegmasa. Yugurishlari ham hamma yo'q ham joyida ekan, maşallah. Xo'p akalar, unda bo'lsa boshlayveramiz, xudo xolasa. Qani ketdi akalar. Ekranga yaqinroq o'rnashib olaveringlar. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Allohga shukr. Oila a'zolari tinchmi? Kevoldiga. Ulug'bek aka, xudo xolasa bugunga yakka. Yakka xudo xolasa. Bo'ldi. Buni ma'lumotini asta-asta obunachilarimizga yetkazaylik aka. Inshaalloh qilib. Yoshi 7 da uka. Yoshi 7 da, ha. Bo'ylari 1.68. 1.68. 1.68 toza metrda. Hop, zoti endi aralash, smeshda uka. Zoti smeshda aralash. Xudo xolasa oldi qatorga ishlab yurgan ot bir yaxshi akaxonning otlari. Aha. Uyaltirmaydi xudo xolasa aka. Xohlagan yeriga, xohlagan davlatiga savolashaveradi. Oldingi holat shu vazirati bo'ladi uka. Xudo xolasa ko'ring, yuvoshliklarini ko'ring kelib mana. To'rtta qozig'ini torting. 5 qashqa otimiz. 5 qashqa? 5 qashqa. Lagatkalarda yaxshi ko'rinmayapti. Qo'ylar toza aka, xudo xolasa. Taqalar bor ekan-a. Tirsalarni bitta tortib qo'ydi. Yo'lida bostirib qo'y hozir. Hozir shu tomonga yurgizorlik. Katta yoqlarni ham ko'ring. Ulug'bek aka, 7 ishtilari yaxshimi, ammo yo'q-a? Xudo xolasa ko'kda tozalab oldik otni-ku. Endi quruqqa boylashaveradi. Bo'ldi. Xudo xolasa olib, ko'kka boylab, ko'kdan chiqdi, quruqqa boylashaveradi aka. Albatta. Bo'ldi aka. Tushunarli. Yem berib boshlashaveradi. Tayyor xudo xolasa. Klichkani braslet qilib qo'ydik-ku. Klichka braslet. Braslet. Bo'ldi. Olgan odam o'ziga moslab qo'yib oladi. Ot o'ta ham tez. Ularni ko'rib yurgan otimiz. Aybi boshqa qattiq aytib o'tganimiz yaxshi. Endi gavdaga yarashadi aka. Endi kimgadir qanaqada. Polvon bo'lmasa. O'ziga ishongan polvon chiqib choptirib aka, xudo xolasa. Endi aka, katta otlarda katta polvonlar choptiradi-da. Biz to'xtatganimiz yo'q. Ertaman kechqurun yemini berib minib turibmiz. Baribir sotamiz, elga beramiz-da bizga. Albatta aka. Hozir ham kelishingizdan oldin ko'piklab qol, tellab qol degan gap qilishmasin. Cho'miltirib kelgan olib chiqdik otni. Bo'ldi. Endi nima desam bo'ladi aka? Tirikchilik shundan bo'lgandan keyin iloji yo'q. Ishimiz shu. Mehnatini qilish kerak. Ulug'bek aka, endi buni narx-navolar qanday bo'ladi aka? Narxini endi uka $4000 deymiz. Kami bo'ladi, xudo xolasa kelishamiz. Aytilgan pulimizda sotmaganmiz, kelishamiz. O'zbekistonning asfalti tugab qolgan yergacha doim gap dastlabki besplatniy. Besplatniy bo'ldi. $4000 kami bor akalar. Vakolatni berishadi, xudo xolasa uka. Uylarda sog'ligini ko'rib, minib netib, yo'qsa pulimizni berishadi. Bo'ldi. Akalar, xudo xolasa yaxshi variant bo'ldi Ulug'bek akamdan. Manzilimizni yana qaytarib o'taman. Namangan Uchqurxonlar Ulug'bek akamdan bo'lyapti. Klichka braslet. Yoshi 7 dedingiz aka. 7, 8 ga olishaversin. 8 ga olishaversin. Pastsi 2 chekkasida qora chiqib qolganda. Aha. 8 ga olishaversin. Bo'ylari toza 1.68. 1.68 aka. Qayerga urib chiqsak 70 dan balanddi, endi baribir 50 alda bo'lmaydi. Bo'ldi aka. Realni qiziq akalar, aloqachi ko'rasizlar, narxi $4000 kam bor dedi. Zot smeshini yana elga qo'yamiz akalar, obunachilar. Xudo xolasa ko'rib, bilib, iloji bo'lsa kommentariyaga zotlarni yozib ketaverasizlar. Lekin otni formalari hamma yo'g'i joy-joyida ekan. Ko'z tegmadi. Havas qiladigan yaxshi ot ekan. Nima desam bo'ladi? Endi galalarda ishlasa mazza qilaveradi polvon ham. Ulug'bek aka 4 son desak ham bo'ladimi aka? Albatta. Men ozgina bu yoqqa qo'yib qolaman. Qandaydir bir quyosh xalaqit berib qolyapti. Bu tomonda. Ulug'bek aka sizga aloqa chiqishadi aka. Albatta. Batafsil ma'lumotlarni o'zi oldi qatoriga ot qidirgan akalarimiz aloqaga chiqishaversin. Bo'ldi aka. Akalar, qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqinglar, qo'ng'iroq qilinglar. Ulug'bek akamning xudo xolasa bugungi barasati bo'ldi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.